O'zi Real Madrid tarixda Chempionlar Ligasida play-offida birinchi o'yinda 3-0 ga g'alaba qozonib, mehmonda imkoniyat qo'ldan boy berganmi degan savollar ko'payib ketdi. Shu savollarga shu videoda javob berib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib yuboringlar boshlanmasdan oldin. Qani ketdi. Bunaqa chichivorishlar Real Madrid tarixida bo'lmagan, lekin shunga yaqinrog'i bo'lgan 2017-18-yilgi mavsumni hamma eslasa kerak. O'sha yili Real Juventus stadioniga borib 3-0 ga Juventus yutib keladi va Bernabeuda 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchraydi, lekin shunda ham bitta gol evaziga Real keyingi bosqichga chiqib, Bavariyani yutib, finalda Liverpulni mag'lubiyatga uchratadi. Agar bugun jamoamiz Real Madrid Manchester Cityga 4-0 hisobida mag'lubiyatga uchraydigan bo'lsa, Barselonani anti-rekordini qaytargan bo'ladi. Ya'ni Real Madrid Barselonaga aylanib qoladi, Manchester City Liverpulga aylanib qoladi. Esingizda bo'lsa, Barselona o'sha 2019-yilda adashmasam, Camp Nouda 3-0 ga yutadi Liverpulni, lekin Anfieldga borib, o'sha qo'pol qilib aytganda chichivoradi. Real ham shunaqa chichivormasligi uchun bugun maksimalni o'zini kuchini ko'rsatish kerak. Bu o'yinni Zo'r TV telekanalida bemalol jonli efirda tomosha qilasizlar. Agar jonli efirda Zo'r TV telekanalida, ya'ni televizorda ko'rish imkoniyati yo'q bo'lsa, Instagram opisiyaniyam tagida Telegram kanal bor. O'shanga qo'shilib olsanglar, jonli efir silkasini tashab beramiz jigarlar. Xulosa jigarlar, jamoamiz Real Madrid o'z tarixida play-offlarda 3-0 ga birinchi o'yinda g'alaba qozonib, ikkinchi o'yin javob uchrashuvida hali imkoniyatni qo'ldan boy bermagan. Bu birinchisi ham bo'lmaydi, xudo xohlasa, jamoamiz Real Madrid g'alaba qozonadi. Har qanaqa durang jamoamiz Real Madrid foydasiga. To'g'ri bo'ladimi? 5-5 bo'ladimi? 10-10 bo'ladimi? Durang o'ynasa jamoamiz keyingi bosqichga chiqadi. Lekin durangga o'ynamaydi albatta, chunki bizda Federico Valverde degan hujumchimiz bor, harakat qiladi yana gol urishga. Aytgancha Valverde hujumchi emas, yarim himoyachi, lekin oxirgi o'yinlarda hujumchi roliga o'tib ketdi. Videoni maksimalni realchilarga jo'natib yuboramiz, poddeshka qilamiz, like bosamiz, kommentariy yozamiz va albatta podpiska bosishni esdan chiqazib qo'ymang, chunki haqiqiy realli mujik muxlislari bizning sahifada yig'ilgan. Bugungi o'yinda jamoamizga omad tilaymiz. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar.